Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Bugun siz bilan aynan 4-sanada, 13-chi, 22-chi, 31-chi sanalarda tug'ilgan insonlar haqida gaplashamiz. Bu chisloda tug'ilgan insonlarda energetik kodlari bu 4 soniga teng, 4 raqamiga teng. Bu energetika kirib kelishi va albatta minus va plyusda qabul qilamiz va uni biz yer olamiga qanday taqdim qilamiz. Albatta bu bizda ong sistemamiz tug'ilgan kunimizdagi aynan raqam kodlar bizda ong sistemamiz o'zidagi xususiyatlarini, fe'l atvorlarini orqali mana shu dunyoga shaklan taqdim qiladi. Endi qarangki, bu insonlarda qanday sistema, qanday xususiyatlar bor ekan. Birinchisi mustahkam, barqaror insonlar. Bu insonlar o'ziga nihoyatda ishonadilar va albatta rejali, tartibli hayot qiladilar. Har bitta ishni puxta bajaradilar va ulardagi ishonchlilik, jismonan baquvvat bo'lganliklari uchun o'ta kuchli va jasoratli insonlar bo'lishadi. Endi ularda ishonch bor va albatta ular o'zidagi sabrsizlikni tarbiyalasalar, muvozanatga keltirsa, ishonchlilik va sabrlilikda bu insonlar dunyoni boshqaruvchi eng katta yetakchilar, rahbar insonlarga aylanadi. Va yana bu insonlar butun katta proyektlar, bizneslar yaratuvchilari. Endi qarangki, bu insonlarda energetika qachon to'xtaydi, ya'ni noto'g'ri oqim oqiladi. Eng asosiysi insonlarda menga o'xshashim kerak, mendaqangi tartibli bo'lishim kerak, rejali bo'lishim kerak deb bir insonni o'zgartirmoqchi bo'lsa, bu o'zidagi oqim teskari ketganligi uchun o'zidagi farovonlik va albatta izobiliya munosabatlar, chiroyli hayot, katta yutuqlarga katta blok qo'ygan bo'lar ekan. Endi qarang, eng asosiy minus tomonlarini sanab o'taman. Siz esa albatta podpiska tugmasini bosing, like tugmasini ham bosing. Siz o'zingiz haqingizda kengroq ma'lumotga ega bo'la olasiz shunda. Endi qarang, bu insonlarda salbiy tomoni jahldor bo'lmasliklari kerak ekan. O'ta darajada yangiliklarni qabul qilmaslikka o'rganib qolishadi. Tizimli, tartibli, har kuni bitta narsa takror bo'lishini istaydi. Keyingisi esa realni narsaga bog'lanib qolib, ijodkorlikni qabul qilmaydi. Keyin moddiyatga bog'lanib, ruhiyatni qabul qilishmaydi. Mana shu jabhalarga ko'proq e'tibor berishlari kerak bu insonlar.